9-may xotira va qadrlash kuni. Ushbu she'rimni koronavirus paytida shahid bo'lgan barcha shahzodalar xotirasiga bag'ishlayman. Qalb yig'lar, ko'zda kelmas yosh, yurak titrar, yuzda hayajon. Tojli virus bu sirmi sinoat, dushman keldi osmonni titrab. Qalin niqob bo'ldi yoshu qari, Allohga sig'indi ummatlar bari. Baland bo'yli askarim qani, shahid bo'lgan shahzodam qani. Orzulari bir dunyo, jonlar uzildi. Jiringlagan telefonlar egasiz qoldi. Xilorlandi barcha tobutlar, hattoki murdalar salafanda bo'ldi. Shahid bo'lgan shahzodam qani, baland bo'yli askarim qani. Yuragining tubida bir nidosi, yarim yo'lda sindi tori. Oh chekar chiqqanda joni, orzulari ko'p edi uni. Shahid bo'lgan shahzodam qani, baland bo'yli askarim qani. Nomitanning navkarlari edi ular, baland bo'yli askarlari edi ular. O'chmas qalb qo'rlari edi ular. Ular dunyodan ketishga haqqi yo'q edi. Farzandlaridan qarzlari ko'p edi. Makkora virusga aldandilar va dunyodan o'tishga shaylandilar. Shahid bo'lgan shahzodam qani, baland bo'yli askarim qani. Axtaraman yurgan yo'llaring, yuragimda sig'maydi darding. Go'yo tirik, go'yo kelarsan, hamon joying bo'sh dasturxonda. Go'yo kelarsiz bir kunmas bir kun, go'yo hayot yana takrorlar o'sha quvnoq xandon kunlarni. Ana dadam, ana tiriklar degan kunlar yana takrorlar, yoxud tushga aylanib qoldi o'sha ajib, o'sha damlar.